Istanbuldan salomlar. Bugun sizlar bilan Istanbulda joylashgan Bo'sxonadagi gul do'koniga boramiz. Mana ko'rib turganingizdek, kiraverishda bizani mana shunaqa dekorativniy archalar, butalar, daraxtga o'xshagan yarim butalar kutib oladi. Mana ko'rib turibsizlar, daraxt bo'lib ketgan o'sha buni. Tuvagini ham bilsanglar bo'ladi. Ozgina yuraverishinglarda mana shunaqa chiroyli, ismini bilmadim bu gulni, bu daraxtmi, butami bilmadim. Shunaqa qilib aylanib yurdik. Bu menimcha kameliya guli, turkcha otini bilmadim, chunki men kirganda bu yerda hech kim yo'q edi. Bu biza limon bilan mandarinni chatishgan varianti. Bu yerda papatyalar, papatya bu o'zimizning romashka. Bular sardunya deydi turklar. Sardunya o'zimizning geran. Shunaqa mana bu yerda ham limon daraxtlari bor ekan. Mandarin, har xil daraxtlar bor. Bular karanfil. O'zbekchasi ham menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Turkiyada karanfil deyiladi. Juda ham ranglari chiroyli edi. Narxlari ham yaxshi narxda, qimmat emas. 150 lira. Bu yoqda yana o'sha men aytgandaqa chatishtirilgan navlar. Bular bu yoqda har xil 2, 3, 4 xil papatya cheshitlari, papatya ya'ni romashka turlari. Shunaqa mana bu esa geranda yangi joy.